alaykum deymiz, davramizda boshlaymiz. Bugun To'lqin tog'amiz boshchilik duo oldik, yaxshi niyat qildik. Bugun hammaga shu yaxshi niyat hamroh bo'lsin deya men so'z boshlovchi Kamina Kaptanin Zafarbek Jumayev assalomu alaykum deya davramizda davom etamiz. Assalomu alaykum aziz jamoa. Qayda bo'lsang bardir, o'zbegim elim. O'zbegimni to'ylari elimning faxri bo'lsin. Otalari bosh bo'lib, onajonlar mehri bo'lsin. Kelin kuyovdan aylansin, kuyov kelindan aylansin. Bir yil o'tib kelib boshqa, ikki beshik qoshidan aylansin. Kelin Xattiyo, Fatima Zuhra, Hasan Husanlardan aylansin. Avvalambor assalomu alaykum. Eng bir ajoyib kun, eng bir shinamni joysiz sevilib yashab turgan sevimli jannat makon O'zbekiston Qashqa vohamizda qolaversa bugun Jiydan qishloqda eng bir ajoyib restorani Xolid ota restoranda diydor g'animat ko'rishib turgan aka, uka, opa-singillar, otaxonlar, onaxonlar barcha davraqliga yana bir bora assalomu alaykum deymiz. Bugun ajoyib kun. To'y shodiyona, qo'shaloq to'y bosma. Bugun qolaversa, bugun davrani to'qini bezab turgan Shahzoda malikalardek Jaloljon va qolaversa o'g'il kerak. Kelin bizda baxtli oqshomga qo'shaloq to'y bosma. Ochilib karaslasin, yashasin gullar. Oq libos ilmingda sayrasin dillar. Sizni kutar ta'zim bilan baxt uylar. Kelin kuyov muborak bo'lsin to'ylar. Azizlar, shunday ekan bugun ajoyib to'y bilan Zokir akamizni, shu xonadonni, qolaversa Xudolar tomonidan chin qalbdan muborakbod etamiz. Shunday ekan davronni to'rni bezab turgan kelin-kuyovlar o'tiring, o'z joyingizga. Sevishganlar o'tiring. Sizlarga baxtliman, baxtdan baxtliman. Sizlardan bo'lgan farzand Netolga Qashqadaryo, O'zbekiston faxri bo'lishini Xudodan tilab qolaman. Shunday ekan, bugun yaxshi kunda Zokir akamiz elga to'y qilib dasturxon yozgan ekan. Shu dasturxondagi nonga oldingizga qo'yilgan Xudoning ato etgan nozi ne'matlardan tortinmasdan tanavvur qilishni iltimos qilamiz. Keling davramizni chiroyli qarsak bo'lsa davramizni ochiq deya e'lon qilamiz. Rahmat. Rahmat. Sog' bo'lasiz. Aslan bilasiz, o'zbekning to'yi hech qachon san'atkorsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Shunday ekan bugun davriga siz sevib kutayotgan san'atkor, iste'dodli Xushobod xonanda, elda yurtda millionlab muxlislarning ko'nglidan joy qilayotgan ustoz san'atkor Bekzod Haqiq sevimli shogirdi ajoyib san'ati bilan bugun davraga taklif etamiz. Hasan Bahri Gulida barcha o'yinga taklif etamiz. Yaxshi kunlar, to'ylaringiz muborak bo'lsin.